mani anglashim juda ko'p. Avvalambor ustozimni yaxshi ko'raman. Men qancha yaxshi odamman desam, shuncha yomon odam ekanman. Ko'rib qoldim, bilib qoldim. Shu kursda, huzur kursida o'qib, xudbinligimni bildim. Voy, sanasam ko'p. Xullas, haqiqatdan nimadir ichimda yondi-da. Lampochka deydimmi, u sakinat deydimmi, huzur deydimmi, nimadir ichim yorishdi. Avvalambor rahmat aytaman. Qanaqadir uxlayotgandim, uyg'otdilar meni. Qanaqadir bir tok urdimi, nimadir bo'ldi. Hammasi uchun rahmat. Alloh izni bilan hali davom etadi bu o'qishlar. Men endi birinchi qadamchani qo'ydim. Endi ikkitagina kursda o'qiyapman. Inshaalloh birgaman sizlar bilan. Endi hozir menga shu yoqyapti. Sakinat, shukrlik. Meni o'zim ham bora-bora anaqaga tushib boryapman. Ayollik fitratimi bu endi nima bilmayman, lekin men o'zingdan chiqib qarashlik kerak bo'lsa qaraydi inson o'zingni oldingi meningami. Men umuman boshqa odam edim, boshqa odamga aylanyapman Allohning izni bilan. Men yaxshi ko'raman ustozimni. Bitta so'z bilan shu men yaxshi ko'raman. O'qinglar, davom ettiringlar. Bosh ilm olishmi oxirigacha 5dan to qabrgacha bizning yoshligimizdagi maqollar, birinchi sura Iqromi, demak o'qiymiz, davom ettiramiz. Men o'zi ikkinchi marta o'qishim. Oldin premiumda o'qiganman, tarixda institutda. Anglashlar birinchisida juda ham zo'r bo'lgan. O'zim prarabotka qilish, ularni yaxshi o'rgatdilar ham, o'zimiz bilan o'zimiz gaplashishimiz, Allohga qanaqadir bog'lanish, unaqa narsalar bo'lmaganda oldin to'g'ri ibodat qilganmiz, lekin bu boshqa ma'nodagi bog'lanish. Uni tushuntirib bera olmayman men. Men hayotim og'dan to'ntar bo'lib ketgan joydan alhamdulillah sekin-sekin iziga tushyapti. Endi bu Allohdan baribir. Allohdan anaqa qila olmaymiz. Bari ilm olish bizning vazifamiz. Oilaviy er-xotin munosabatlari aslida shu edi menda. Yaxshi, alhamdulillah. Sekin-sekin yaxshilanyapti. Endi u birdaniga bo'lib qoladigan narsamiz. Odam o'zini ustida ishlashi kerak yillar davomida. Nima desam bo'ladi? Men oldin ham bu muammolar bilan 2-3 yildan beri kurashayotgan bo'lsam, juda ko'p psixologlarda bo'lganman, o'qiganman. Men o'zlariga ham aytdim, konsultatsiyada bo'ldim-da o'zlariga. Boshqalar olmagan narsani oldim. Rostdan ham, realni. Boshqalar olmagan ancha narsani oldim. Men o'zi necha kishi tavsiya qilib tashladim. Hamma joyni, u bitta mavzu yo mavzu sifatida so'rayotgan bo'lsangiz, o'zimni boshqatdan kashf qildim deydi. O'zimni kashf qildim, o'zimni o'zgartirishga mana faqat birovlarni ayblaganman shu paytgacha muammolarimga. Hozir ham mana o'ylab o'tiribman, birovlarni ayblaganman. Sekin-sekin o'zimni o'zgartirishni o'rganyapman. Men bu kursdan Alloh bilan bog'lanishni o'rgandim. U bilan gaplashishni o'rgandim. Boshqacha sevilib ketib qoldi. Endi meni hozircha anglaganlarim shu. Iman Ahmedovnani 2022-yildan beri kuzataman. Birinchi o'qigan kursim tahajjudga oshiqlar. Hozirda kurs anaqa huzurda o'qiyapsizlar-a? Hozir huzurni 4-patogida o'qiyman, 3ta ham o'qiganman. Huzur kursini bitta so'z bilan ta'riflaganda, odam o'zini o'qishi, vaziyatlarni o'qishi, o'zini hayotini kitobdek o'qishni o'rganadigan bir kurs deb ayta olaman. Ko'p narsada o'zimniki deb bilgan narsalarim meniki emasligini tushunib qoldim. Hissiyotlarimni tanishni boshladim. Programmalar bilan tanishdim. Qaysi programma meni qanaqa vaziyatlarga olib kelayotganini bildim. Shu programmalarni prarabotka qilib, hayotimda transformatsiyalarni natijalarini ham ko'rdim. Muammoyim aniq bitta muammo emas, chunki ko'p narsani shu huzur kursida yechimini oldim-da. O'zi nimanidir maqsad deb ham kirmagan edim. Qani o'qiyman, shu yerda nasib qilganini olaman degan edim. Ko'p savollarimga javob topdim. Albatta tavsiya qilaman. O'zini hissiyotlarini tanimaydigan, hissiyotlarini boshqara olmaydigan, hissiyotlariga qo'l bo'lib, munosabatida ko'pligiga zarar berib qo'yayotgan ayollarimiz juda ham ko'p. Ayniqsa, hozir bu juda ham kerakli ilm. Hamma ayollarga tavsiya qilgan bo'lardim. Iman Ahmedovnaga ishlarida yana ham rivoj tilayman. Ilmlari bundan ham ziyoda bo'lsin. Shuncha ayollarning rivojlanib, o'zini isloh qilishi, nafsi bilan kurashishini tarbiya qilishiga sababchi bo'lyaptilar. Alloh rozi bo'lsin. Bizga ham nasib qilsin ilm olib, shunaqa xizmat qilish, bizga ham nasib qilsin. Men Ahmedovani o'qishda 2 yilcha bo'lib qoldi. Tahajjudga oshiqlar, ozodsan, uyg'onish, huzurdami? Odam inson o'ziga psixolog bo'lib chiqadi desizlar, ishonmaganman to'g'risi boshida. Ichki hissiyot bilan ishlash. Nima savolingiz bo'lsa, faqat o'zingiz javob topishingiz, o'sha muammolarga odamlardan emas, psixologdan emas, boshqa narsa, faqat ichki o'zingizni ovozingiz orqali javob topishni o'rgandim-da. Perejovat qilmasdan prosta yashab berish kerakligini o'rgandim. Xotirjam, prosta yashaver, o'sha narsani aybdorlik qilsam, misol uchun, nima qarzdorlik, kreditmi, muammo bo'lsa ham, prosta o'sha narsani sokin yashab berish kerak. Shuni o'rgandim, eng zo'ri, xotirjam.
insonlardan ko'proq e'tibor kutish, yig'lash, asabiylashish, o'zini qadrsizlantirish, jabrdiyda deydi bu shunaqalar. Ancha shu narsani ustida ishladimda. Hozir odamlardan umuman kutuvim yo'q. Prosta xotirjam yashayman. Yozilgani bo'ladi, yashab berishim kerak, o'tib ketadi. Zo'r kurs nima deb tavsiylasam bo'ladi. Lekin hamma o'qishni tavsiya qilaman. Juda zo'r kurs. Umuman ikkilanmasdan, o'ylab o'tirmasdan o'qishingni tavsiya qilaman. Haqiqatan odam inson o'ziga o'zi psixolog bo'lib chiqadi bemalol. Ustozgami? Ustoz Alloh sababchi qilganiga rahmat. Ustozdan juda ko'p narsalarni o'rgandim. Juda ularga havasim keladi. Ulardek bo'lishni to'g'risi orzu qilaman. Ular bilan ularga shogird tushishni ham orzu qilaman to'g'risi. Inshaalloh nasib qilsa, xohlagan marrasi Xudo xolasa Alloh qachon yozgani bo'lsa o'shanda. Muammo har doim bo'ladi har bitta insonda. Bu davomiy, bu dunyoga sinov uchun kelganmiz. Bizani bu olayotgan ilmlarimizdan maqsad har qanaqa sinovda o'zimizni sakinatda, xotirjamlikda his qilib yashab berishimiz. Huzur kursini o'qiymiz. Umuman ustozi hamma kurslarni o'qib chiqish, bu bizning faqat foydamiz uchun. Huzur kursi insonni o'zini anglashi uchun eng kerakli kurs hisoblanadi. Men ustoz shogirdlari bo'lib tushganimdan beri mana 6 oy, 7 oydan beri o'qiyapman va huzur kursida 3-marta o'qishim. Va shu narsani tushunib yetdimki, huzur kursi yarim shogirdlik kursi hisoblanadi. Sizlar albatta bu kursda o'zingizlar tahrir qilish, o'zingizlarni ustingizda ishlab borishni o'rganasizlar va inshaalloh Alloh izni bilan o'zingizlarning muammolaringizga yechim topib, o'zingizlarning ustingizda ishlaysizlar. Insonni eng yaxshi holati bu sakinat, xotirjamligi, o'zini anglash. Shuning uchun huzur kursida albatta har bitta ayol sakinat, xotirjamlikni his qiladi. Sakinat, xotirjamlikda yurgan ayolni hamma sevadi. Shunaqa chunki. Nima degan bo'lardi? Allohim ilmingizni ziyoda qilsin. Har bitta bizga berayotgan ilmlaringizni ajrini Alloh taolo bersin. Sizni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Endi 2 kun bo'ldi. Shu bir marta ko'rganimda srazu nima qildim? Profillariga kirdimda lichni ko'rishni xohladim. Lichni yuzma-yuz ko'rishib gaplashishni xohladim. Va unga erishib mana o'sha kelib o'tiribman, hozir yuzma-yuz ko'rishib turibman. Yo'q, hali darslarni eshitmadim. Endi bitta programmalar tashlab berishdi, shu ertalabdan kechgacha qilinadigan ishlar haqida. Kelganimdan beri o'zimda yengillik his qilyapman. Haligi ichimdagi bor kir, g'ubor narsalar, negativniy narsalar, o'y hayollarim sekin nima deydi, tarqalib, yoyilib ketyapti. Hamma narsa shu qalbimizda ekanda, ichimizda ekan. Qishdan beri yarim yil bo'ldi. Men o'zimni topish uchun kelganman. Endi oilada anaqamiz yaxshi. Endi men o'zim shunaqa deb o'ylayman. Turmush o'rtog'im bilan munosabatim yaxshi, oilada farzandlarim bilan munosabatim yaxshi, o'zim bilan o'zimni munosabatim yaxshi emas edi. Shuni topish uchun keldim. Qisman topdim, hali 100% emas. Qisman topdim. Ancha nima deydi, qalb xotirjamligiga erishdim. Nafsim bilan gaplashishni o'rgandim. Yomon energiyalar deydilar, o'shanaqalar bilan murosaga kelish, gaplashishlarni o'rganyapman, lekin hali 100%likka chiqqanim yo'q, to'g'ri. Jarayondaman, o'rganish jarayondaman. Huzur kursidagimi? Bilmadim, o'zi endi 3-darsga keldikmi? Hozir aniq kelmayapti. Lekin hammasida bor-ku, hammasida anglashlik kelyapti. Tushunganlarim bo'lyapti hammasida. Va juda ham ko'pchilikka tavsiya qilaman. Hozir ham o'sha tavsiya qilyapman. O'zim o'sinimga ham tavsiya qildim. O'sinim ham qo'shildilar darsga. O'sinimni xo'jayini ko'p ichardi-da, ichkilik bo'lardi. O'zida kelgan sog'lig'ida ko'p muammolar bo'ldi, stress bo'ldi uning orqasidan. Bitta mana shu natijani sezdim, lekin mana shu huzurga qo'shilganimdan keyin o'zim ham o'sha o'sinim, o'zimni singlim bo'ladi, ham singlimni ham erini duo qilishni boshladim. O'sinim ham shu taskin darsiga qo'shildi-da, o'sha taskin darsiga qo'shilgandan keyin ishonasizmi, o'sha 2 haftadan keyin eri ichmay qo'ydi. Hozir 1 oydan beri ichmayapti. Mana shunaqa natija bo'ldi. Ibn Ahmedovagami? Dunyo turguncha tursinlar. Men qidirgan ustoz, haqiqatda qidirgan ustoz. Chunki bulardan oldin nechta ustozlarda o'qiganman, darslarida ham, ko'chlarida ham ko'p aniqlarda o'qiganman. Qidirganim shular bo'ldilar haqiqatda, juda ham zo'r. Bularni-chi ilmlarini aytayman, anaqaga o'xshataman. Katta bir okeanga o'xshataman bor-ku, uning ichida endi bir tomchisini o'rgandim deb o'ylayapman. Hali juda ham ko'p o'rganadigan narsalarim. O'zi aslida muammolarim yo'q. Huzur kursiga faqat shu nafsimni tarbiyalash uchun qo'shilganman. Jarayon juda ham menga yoqdi. Ayniqsa men bu nafsi tarbiyalashda och qolish kerakliklarini unaqa ko'p tushunchaga ega emas edim, bularni bildim. Mana nimaga bu narsani aytaman, chunki inson doim uyg'oq holatda bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ana o'sha narsani iymon ko'rsatyaptilar, o'rgatyaptilar, tushuntiryaptilar deb o'ylayman. Inson qachonki uyg'oq holatda bo'lsa, tafakkuri ochiladi insonni.
tafakkuri ochilsa, butun dunyoda o'zida bo'layotgan holatlarni barchasini bilib turadi. Ilmlar bundan ham o'sishini xohlayman va shu ilmni bizga berishlarini ham xohlayman. Imanani 1,5 yildan beri kuzataman. Voy, men huzur kursida ko'p narsa o'rgandim. Birinchi navbatda sakinat, tinchlik, tilni tiyish, insonlar o'zingizni aksingizni ko'rsatib berayotganini tushundim. Men bu huzur kursiga qaynona kelinaman, qaynanaman. Kelinim bilan o'rtamizdagi munosabat yaxshi bo'lmagani uchun ayb o'zimdamikan, o'zim o'zgarsam kelinim ham o'zgaradimi degan ma'noda shu kursga yozilganman va hozir natijalarim juda ham yaxshi. Kelinimga bo'lgan munosabatim o'zimniki o'zgardi. Birinchidan kelinim ham o'zgardi menga nisbatan. Hozir qaynona kelin juda ham ahil yashayapmiz. Mazza qilaman. Voy, hammaga tavsiya qilaman. Birinchi navbatda o'zingiz o'zgarasiz. O'zingiz o'zgarsiz, dunyo o'zgaradi. Mazza qilasiz. Men yashash shunchalik yengilligini bildim. Munosabat shunchalik shirinligini tushundim. Juda ham mazza qildim. Hamma narsa juda ham go'zalligi, atrof go'zalligini tushundim. Hamma narsa chiroyliligini tushundim. Ularga birinchi tilagim sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Farzandlari ko'p bo'lsin va dunyo taniydigan darajada psixolog bo'lib ketsinlar. 2023 juda ham ko'p anglashlar oldim. O'zi hamma kurslarda o'qib kelaman. Hamma kurslarda bitta shogirdlik kurslari qoldi. Xudo xolasa bunda ham o'qiyman. Addorlikka kirib ketmaslikni, mini xudolik yasamaslikni, keyin vaziyatlarni hammasini to'liq Allohga topshirishni, qutqaruvchi bo'lmaslikni. Oho, yana sanasam rosa ko'p. Albatta har bitta ayol o'qishni tavsiya qilaman. O'zi bizda hayotimizda har bitta vaziyat Allohdan uzoqlashganimiz uchun har bitta muammolar kelar ekan, qisqa qilib tushuntirganda, Allohga yaqinlashish uchun ham ustozlik kurslariga yaqin bo'linglar, o'zlariga yaqin bo'linglar tavsiya qilaman. Anglagalarim ko'p. Muammo yo'q edi-yu, sog'lig'imda ozgina. Anglashim xotirjamlikni topdim. Prosta o'zim uchun o'qigandim. Muammo bilan emas, prosta o'zim uchun qisqa qilib o'qigandim. Lekin menga yoqdi. Tavsiya qilaman. Huzur qalbi ichingizda odam o'zini huzurini topishini tavsiya qilaman. 2023-yildan beri huzur kursidaman. Juda ko'p narsalarni, o'zim programmalarim borligini, ularni qanaqa prarabotka qilishni, hayotimda to'g'ri yashab o'tgan vaziyatlarimni angladim, tushundim. Juda ko'p narsani angladim. Endi buni so'z bilan ta'riflash juda qiyin. Muammolarga ajrimdan qaytganman. Huzurni birinchisida o'tgan yili ajrim vaziyatida bo'lganman. Ajrimdan uyga qaytganman. 2 oy alohida yashab, hozir juda baxtlimiz. Xo'jayinimni boshqatdan kashf qilganman. Farzandlarimda ham juda yaxshi natijalar bo'lyapti. Xudoga shukr, Allohga shukr. Hammasi yaxshi. Ham yaxshi. Bundan buyog'i mazza qilib yashayapman. Boshqalarga tavsiya qilasizmi? Juda ham. Borku, o'qimagan odam afsuslanadi. O'qish kerak. Shunchaki mazza qilib yashashni o'rgatadi derdim, rostdan. O'zimiz qiynab yashaymiz faqat. Mazza qilib yashashni o'rgatadi ustoz deb o'ylayman. O'zi birinchi taskin sotib olganman. Taskindan Allohdan juda ham so'raganimdan keyin huzurni yutib olganman. O'shanda mashalloh deganman. Juda ham xursand bo'lganman. Bir kun yig'lab yurganman. Bor narsa ekan bu narsa. Hammaga tavsiya qilaman. Allohdan nimani so'rasangiz berar ekan. Muhimi Alloh tan olish kerak ekan. So'rashni bilish kerak ekan. O'sha narsalarga oldin hech anaqa qilmaganman. Juda ham hammaga tavsiya qilaman bu narsani. Hamma narsani angladim. Oldin umuman 100% boshqacha odam bo'lib yashagan ekanman. Hozir men umuman boshqacha odamga o'tib qolganga o'xshayman. Hozir Allohdan so'rashni bilaman. Ko'p narsani anglab yetganman. Bir muammo bo'lsa, Allohdan so'rayman har doim. Har doim Alloh menga yetkazadi. Iman Ahmedovani ko'rganimdan, o'sha opani biroz sababli topib olganimdan xursandman. Oldinroq uchratmaganimdan juda ham afsuslanaman. Haqiqiy huzur kursida. Huzur hammaga tavsiya qilaman.